Қазақша әңгімелер каналына қош келдіңіздер. Dahshatli haqiqatni men o'sha kuni bildim. O'g'lim tirik edi, lekin men bilgan o'g'lim allaqachon yo'qolgan edi. Eshik oldida turgan ikki notanish yigit menga "Opa, hujjatga qo'l qo'ying, kalitni topshiring" deganida avvaliga hazil deb o'yladim. Qanday hujjat, qanaqa kalit? Bu uy meniki edi. Erimdan qolgan har bir gishtida mehnatimizning isi bor uy. Oshxonadagi devorda o'g'limning maktabdagi birinchi rasmi hali ham osig'liq turardi. Men bu hovlida uni ilk bor ona deb chaqirganini eshitganman. Kim meni shu yerdan hayday olardi? Men xato qilgan ekanman. Hujjatni qo'limga tutqazishdi. Ko'zoynagimni taqdim, satrlarni birma-bir ko'rdim. Sotuvchi mening o'g'lim. Xaridor men umrimda ko'rmagan odam. Pastida esa notarius muhri. Men o'sha qog'ozga qarab turib, oyog'im ostidagi yer sirganib ketayotganini his qildim. Quloqlarim shangilladi. Tilim qurib qoldi. Bu yolg'on, dedim zorga. Bu mumkin emas. Yigitlardan biri yelka qisdi. Opa, biz ijrochimiz. Bizga hujjat topshirilgan. Kechgacha uyni bo'shatishingiz kerak. Kechgacha. Bir umr yigib qurgan hayotimni kechgacha degan bitta sozga siqib qo'yishdi. Men o'sha kuni birinchi marta o'zimdan qo'rqdim. Yiglay olmadim ham. Yiglash uchun ham kuch kerak ekan. Men esa ichimdan muzlab qolgan edim. Hamma narsa qachondan boshlandi, bilasizmi? O'g'limning ko'zlari o'zgargan kundan. Avvallari u kulsa, ko'zlari ham kulardi. Kechqurun ishdan charchab kelsa ham, "Ona, choy damlab qo'ydingizmi?" deb oshxonaga kirib, pechkani yoqib yuborardi. Mahallada hamma baxtli ayolsiz, o'g'lingiz yaxshi bo'lar derdi. Men ham shunday o'ylardim. Keyin u kech qayta boshladi. Keyin telefonini yashira boshladi. Keyin pul so'ray boshladi. Avvaliga oz-ozdan. Ona, do'stim qiynalib qolibdi. Ona, ishga kirish uchun hujjatga pul kerak. Ona, ertaga qaytaraman. Ertaga degan so'zni eng ko'p yolg'on aytadiganlar ishlatar ekan. Men ishonardim. Chunki men ona edim. Ona bo'lish ba'zida ko'r bo'lish degani ham ekan. Farzandingning yolg'onini bilib tursang ham, "Yo'q, mening bolam unday emas" deb o'zingni aldash ekan. Bir kuni javonimdagi tilla sirgam yo'qoldi. Erim tirikligida olib bergan edi. Men hech kimga indamadim. Ehtimol o'zim boshqa joyga qo'ygandirman, dedim. Keyin uzugim yo'qoldi. Keyin to'yga atab saqlab qo'ygan pulimdan yarmi kamaydi. Shunda birinchi marta o'g'limdan so'radim. "Bolam, uyda pul oldingmi?" U menga qaradi. Ko'zini uzmay qaradi. "Ona, men o'g'rimayman sizga." Mana shu gap meni sindirdi. Men darrov uzr so'radim. "Yo'q bolam, shunchaki so'radim" dedim. Aslida esa men o'sha paytning o'zida javobni bilardim. Faqat aytishga jur'atim yetmagandi. Oradan bir hafta o'tib, qo'shnim Gulbahor opa menga sekin aytdi. "Arazlashmang, singlim. Kecha o'g'lingizni yomon bolalar bilan ko'rdim. Ko'chadagi eski garaj yonida. Ahvoli yaxshi emas edi." Men darrov himoya qildim. "Yo'q, opa, adashgansiz. Mening bolam unday emas." Gulbahor opa chuqur xo'rsindi. Men ham o'g'il katta qilganman. Ko'zidan bilaman. O'sha kecha men uxlamadim. O'g'lim soat 2da keldi. Eshikni sekin ochdi. Men qorong'ida kutib o'tirgandim. "Qayerdan kelyapsan?" dedim. "Ishdan." "Qanaqa ish soat 2gacha davom etadi?" U jahli chiqib ketdi. "Nima, tergovchimisiz?" "Charchadim, onajon." Har kuni bir xil savol. "Onajon." U shu so'zni aytganda ham ichida mehr qolgan deb o'yladim. Onalar shunaqa, bitta iliq so'zga butun dardini unutadi. Lekin dard unutilmaydi. U ichingda yigilib boradi. Bir kuni portlaydi. Portlagan kun ham uzoq kuttirmadi. Bankdan qo'ng'iroq bo'ldi.
Assalomu alaykum, sizning nomingizdagi kredit bo'yicha kechikish bor. Men kulib yubordim. Men kredit olmaganman. Telefondagi qiz muloyimlik bilan raqamlarni o'qidi. Pasport seriyasi. Manzil. Hamma narsa meniki. Qo'lim muzlab ketdi. Men bunday narsa qilmaganman, dedim. Shartnoma bo'yicha imzo qo'yilgani tasdiqlangan, dedi u imzo. Men o'sha so'zni eshitib stulga o'tirdim. So'ng birdan esimga tushdi. Bir oy oldin o'g'lim ona ishga hujjat topshiraman, pasportingizning nusxasi kerak degan edi. Men hech narsa o'ylamay papkadan hamma hujjatni chiqarib bergandim. O'sha kuni birinchi marta ichimdan xiyonat degan so'z o'tdi. Oz bolangga nisbatan bu so'zni o'ylashning o'zi azob ekan. Kechqurun u kelganda men qog'ozni oldiga qo'ydim. Bu nima? U avvaliga jim turdi. Keyin stulga o'tirib boshini changalladi. Ona, men qaytaraman. Vaqt bering. Nima uchun qilding? Men baqirdim. Umrimda birinchi marta unga baqirdim. U ham baqirdi. Bilmayman. To'xtata olmayapman. Menga kerak bo'lyapti. Kerak. Qaysi kerak? Nima kerak? Men o'sha paytda ham aniq so'zni aytolmasdim. Narkotik degan so'z tilimga sigmasdi. Go'yo aytsam, haqiqat toshga aylanib uyimning o'rtasiga tushadigandek edi. U ertasi kuni yo'qoldi. 3 kun kelmadi. Men kasalxonalarni aylanib chiqdim, militsiyaga bordim, tanish-bilishdan so'radim. 4-chi kuni tongda keldi. Yuzlari sargaygan, lablari qurigan, qo'llari titrar edi. Men uni quchoqladim. Ha, men uni yana quchoqladim. Chunki u baribir mening bolam edi. Shundan keyin davolashni boshladik. Reabilitatsiya markazi, shifokor, psixolog. Men bor pulimni sarfladim. Taqinchoqlarimni sotdim. Erimdan qolgan eski mashinani ham sotdim. Har safar u ona, bu safar albatta tuzalaman, derdi. Men ishonardim. Yana. U bir oy yaxshi yurdi. 2 oy ham. Keyin bir kecha yana g'oyib bo'ldi. Bu safar qaytganda yonida begona odam bor edi. Qora kurtkali, sovuq ko'zli. Xola, o'g'lingizning qarzi bor, dedi u oddiy gap aytgandek. Vaqtida bermasa yomon bo'ladi. Qancha? Dedim. U aytgan summa qulog'imga sigmadi. Buncha pul qayerdan bo'ladi? Dedim. U kulimsiradi. Uy bor-ku. Men darrov eshikni yopdim. Ichkaridan qulfladim. O'g'lim polga o'tirib qoldi. Kechir, ona, dedi. Men o'shanda ham uni urmadim, haydamadim. Faqat bitta gap dedim. Men olsam ham bu uyni bermayman. Afsus, odam ba'zan olishdan ham qiyinroq narsani boshdan kechirarkan. Keyingi haftalarda u juda muloyim bo'lib qoldi. Ertalab turib hovlini supurar, non olib kelar, hatto ona, siz dam oling, derdi. Men, bolam o'ziga kelayapti, deb xursand bo'ldim. Ichimdagi shubhani ham o'zim bosdim. Bir kuni. Ona, notariusga boramiz, dedi. Nega? Uy hujjatini tartibga keltiramiz. Keyin hech kim tegolmaydi. Men hammasini o'rgandim. Men yana ishonib qo'ydim. Notariusda uzun navbat edi. Men charchab qolganimdan hujjatlarni batafsil o'qimadim. U esa shoshiltirdi. Ona, bu oddiy ishonchnoma, faqat hujjat yigish uchun. Men imzo qo'ydim. Imzo qo'yayotganda qo'lim bir lahza titradi. Ichimda nimadir to'xta, dedi. Lekin men yana onalik qildim, ehtiyotkorlik emas. Oradan 20 kun o'tib eshigim oldida o'sha 2 yigit paydo bo'ldi. Shu tarzda men ko'chada qoldim. Kech tushganda bitta chamadon, bitta adyol va hujjatlar solingan papka bilan avtobus bekatida o'tirardim. Qayerga borishni bilmasdim. Qarindoshlar bor, albatta, lekin odam boshiga kulfat tushganda eng avval uyat keladi.
Nima deyishadi degan savol ochlikdan ham battar ezadi. Telefonim jiringladi. Noma'lum raqam. Assalomu alaykum. Men Dilshod, sizning o'g'lingizning do'stiman. Gaplashib olishimiz kerak. Men o'sha paytda bu ismni birinchi marta eshitdim. Ammo keyin bilsam, hayotimdagi eng qorong'i eshikni aynan shu odam ocharkan. O'g'lingizni qutqarishni xohlaysizmi? Dedi u. U qayerda? Dedim titrab. Hozircha tirik. Lekin ko'p vaqt yo'q. Ko'p vaqt yo'q, bu so'zlar mening yuragimga mixdek qadaldi. Men bekatda o'tiribman, yonimdan odamlar o'tib ketadi, kimdir muzqaymoq yeydi, kimdir kulib gaplashadi. Dunyo odatdagidek davom etadi. Faqat mening dunyom to'xtab qolgan. Men telefonni mahkam ushlab so'radim. Nima qilishim kerak? Dilshod bir manzil aytdi. Shaharning chekkasida, eski omborlar tomonda. Yolg'iz keling, dedi. Va kech qolmang. Men borsam, u yerda meni nima kutayotganini bilmasdim. Tuzoqmi? Yolg'onmi? Yoki o'g'limning oxirgi izimi? Lekin men ona edim. Onalar qo'rqqanda ham boradi. Men chamadonni Gulbahor opanikiga qoldirdim. Opa Kozimga qarab. Yolg'iz borma, singlim, dedi. Majburman, dedim. U menga ro'molchasiga tugib qo'yilgan kichkina pul uzatdi. Yo'lga kerak bo'ladi. Men ko'z yoshimni ushlab. Qaytaraman, opa. Menga puling emas, o'zing kerak, dedi u. Shu gapdan keyin ichim titrab ketdi. Chunki bir necha soat oldin men o'zimga ham kerak emasdek tuyulgandim. Taksi oynasidan shahar chiroqlariga qarab ketarkanman, xotiralar birma-bir keldi. O'g'limning bolaligida yomg'irda chopgani, birinchi maoshiga menga atir olgani, ona, men sizni hech qachon yig'latmayman, degani. Hayot eng qattiq zarbani aynan shu va'dalardan beradi. Manzilga yetdim. Eski ombor. Atrof jimjit. Uzoqda it huradi. Temir eshik yarim ochiq. Ichkaridan xira yorug'lik tushib turardi. Men eshik oldida bir lahza to'xtadim. Nega men bu yerga keldim? Chunki men hali ham kech emas deb ishonardim. Chunki men hali ham o'g'limni qaytarib olish mumkin deb o'ylardim. Chunki men hali ham onaman. Ichkaridan bir ovoz keldi. Kiring, opa. Sizni kutyapmiz. Kutyapmiz, nega ko'plikda? Men bir qadam oldinga qo'ydim. Va aynan o'sha qadam bilan men nafaqat uyimdan, balki avvalgi hayotimdan ham butunlay chiqib ketganimni hali bilmasdim. Men qimirlamadim. Nafasimni ham sekin oldim. Yonimda oddiy yo'lovchiga o'xshab o'tirgan yigit qo'lini tizzasiga qo'yib, labini deyarli qimirlatmay gapirdi. Men Rustam akaning odamman. Ismim Bekzod. Hozir siz ular uchun odatiy, qo'rqib qolgan ona bo'lib ko'rinishingiz kerak. Menga qarab qo'ymang. Oldinda haydovchi va yonida o'tirgan baquvvat kishi meni kuzatib turardi. Men ko'zimni oynaga tikdim. Qorong'u ko'chalar bir-bir ortda qolardi. Qaysi tomonga ketayotganimizni ham bilmasdim. Telefonimni yoqmoqchi bo'ldim, yonimdagi baquvvat kishi darrov tortib oldi. Aloqa yo'q, xola, dedi u qo'pol ohangda. Bugun savol ham yo'q. Men bosh irgadim. Ichimdan faqat bitta zikr. Ilohim, bolamni saqla. Mashina shahardan chiqib sanoat hududiga burildi. Uzoqdan zanglagan kranlar, tashlandiq tsexlar ko'rindi. Nihoyat katta temir darvoza oldida to'xtadik. Darvoza ochildi, mashina ichkariga kirdi. Men bu joyni darrov tanidim, boshqa ombor, lekin o'sha muhit. Namlik, qorong'ilik, xavf. Meni tushirishdi. Bekzod mendan 2 qadam orqada yurardi, o'zini begonadek tutib. Ichkarida 5-6 odam, stol ustida telefonlar, qog'ozlar, plastik paketlar. Ularning o'rtasida Dilshod turardi. Ko'zi qizarib ketgan, asabiy. Opa, dedi u istehzo bilan, siz juda faol bo'lib qoldingiz. Men hech narsa qilganim yo'q, dedim. Ovozim tabiiy chiqsin deb o'zimni majburladim.
U sekin yaqinlashdi. Politsiyani yoqtirmaysizmi? Men indamadim. Dilshod qo'lidagi telefonni yoqib stolga urib qo'ydi. Ekranda surat. Men bankdan chiqyapman, Rustam aka bilan uchrashuvga kiryapman, hatto Gulbahor opaning eshigi oldida turganim ham bor. Biz ham ishlaymiz, opa, dedi u. Faqat siz emas. Bu gapdan oyoqlarim titradi. Demak, ular ham meni kuzatgan. Demak, Rustam aka aytgan har qadamni nazorat qilamiz, deganning qarshisida ham boshqa nazorat bo'lgan. Dilshod barmog'ini ko'tarib odamlariga ishora qildi. Telefonlarni tekshiring. Keyin opaga imtihon. Meni yon xonaga olib kirishdi. Xona tor, ortida stul. Devorda kamera. Ular sumkamni agdarishdi, ro'molimgacha tekshirishdi. Bekzod ham yonimga yaqinlashib, meni qidirayotgandek qilib, qo'limga sekin nimadir qisib qo'ydi. Juda kichkina, no'xatdek qurilma. Tashlab yubormang, dedi juda past ovozda. Men tushundim. Bu kuzatuv vositasi. Tekshiruv tugagach, meni yana katta xonaga olib chiqishdi. Dilshod stolga suyanib turardi. Endi shunaqa qilamiz, opa. Hozir siz bitta ish qilasiz. Agar toza chiqsa, o'g'lingizni ko'rasiz. Agar yo'q. U gapini tugatmadi. Barmoqlarini bo'yniga olib borib, tamom degan ishora qildi. Qanaqa ish? Dedim. U stol tagidan metall quticha oldi. Buni vokzal kameralariga qo'yib kelasiz. 12 raqamli saqlash bo'limi. Kalit mana. Men qutichani ko'rib darrov angladim. Bu oddiy paket emas. Bu portlovchi bo'lishi mumkin edi. Tizzam bo'shashib ketdi. Yo'q, dedim beixtiyor. Men bunaqaga bormayman. Shu zahoti yonimdagi baquvvat kishi yelkamdan qattiq ushladi. Dilshod esa sovuq jilmaydi. Demak, o'g'lingiz ham bormaydi. U telefonni ko'rsatdi. Jonli video. O'g'lim stulga bog'langan. Bu safar yuzida qon izlari bor edi. Men ko'zimni yumdim. Men bu tanlovni qabul qilolmasdim. Hech bir ona qabul qilolmaydi. Shu payt Bekzod oldinga chiqdi. Bos, men olib boraman opani. Yo'lda ko'rsatib qo'yaman. U qocholmaydi. Dilshod bir oz o'yladi, keyin bosh irgadi. 40 daqiqa. Kechiksa ikkalasi ham ketadi. Biz chiqib mashinaga o'tirdik. Eshik yopilishi bilan Bekzod tez pichirladi. Qutini menga bering. Bu haqiqatan ham bomba. Biz almashtiramiz. Vaqt yutishimiz kerak. Men qutini quchib oldim. O'g'limchi? Joylashuvni topdik, lekin ichkarida qurollilar ko'p. Siz signalgacha o'ynaysiz. Sizsiz kira olmaymiz. Men unga tikildim. Agar xato bo'lsa-chi? U bir lahza jim qoldi. Unda hammamiz tugaymiz. Mashinani tashlandiq servis oldida to'xtatdik. Ichkarida 2 tezkor bor ekan. Ular qutini 1 daqiqada ochib, ichidagi mexanizmni ko'rishdi. Biri pichirladi. Haqiqiy. Vaqtli. Men devorga suyanib qolibman. Qo'llarim muzday. Bekzod menga xuddi o'sha o'lchamdagi, lekin zararsiz qutini berdi. Mana. Vokzalga kirasiz, 12 kamera oldida 20 soniya turasiz. Keyin chiqasiz. Tashqarida qora sumkali ayol turadi, bu bizniki. Unga kalit ishlamadi, deysiz. Bu hujum signali. Agar ular tinglayotgan bo'lsa-chi? Tinglaydi. Shuning uchun tabiiy aytasiz. Men bosh irgadim. Shu payt ichimdan galati sokinlik o'tdi. Ehtimol, odam eng katta qo'rquv chegarasidan o'tgach, tinchlanib qolarkan. Vokzalga kirganimda soat tungi 11:18 edi. Kech bo'lsa ham odam bor. Yo'lovchilar, qorovul, choy sotuvchi. Shu odamlar bilsa edi, bir onaning qo'lida hozir nima bor deb o'ylayapti, dedim ichimda. 12 kamera tomon yurdim. Har qadamim asrdek cho'zildi.
Kamerani ochdim, qutini qo'ydim, eshikni yopdim. Atrofga qaramay orqaga qaytdim. Tashqarida rostdan ham qora sumkali ayol turardi. Men yonidan o'tib, "Kalit ishlamadi", dedim. U menga qaramadi ham. "Yana urinib ko'ring", dedi balandroq ovozda. Keyin juda past. 3 daqiqada boshlanadi. Men bekat ustuniga suyanib turdim. Qo'llarim titrar, tizzam bo'sh. Ichimda faqat bitta ism. O'g'limning ismi. 1 daqiqa. 2 daqiqa. 3. Uzoqdan bir vaqtning o'zida bir nechta qora mashina vokzal orti tomonga oqday uchdi. Sirena yo'q. Faqat gildirak chinqirigi. Keyin quloqni yoradigan baqiriqlar. Yerga yot. Qurolni tashla. Harakat yo'q. Hammasi bir necha soniyada bo'ldi. Odamlar qichqirib qochdi. Men qotib qoldim. Keyin kimdir meni yelkadan tortdi, "Bekzod. Mashinaga. Hozir. O'g'lim qayerda?" dedim baqirib. Ikkinchi obyektga guruh kirgan. Javob kutyapmiz. Biz yashin tezligida yana sanoat hududiga qaytdik, lekin bu safar boshqa binoga. Tashqarida allaqachon niqobli xodimlar, tez yordam. Meni ichkariga kiritishmadi. "Kuting", dedi Bekzod. "Hali xavfli. Kutish eng og'ir jazo ekan. Har soniya yuragingni ezadi." Nihoyat Rustam aka chiqdi. Yuzi charchagan, ko'zlari jiddiy. 3 kishi qo'lga olindi. Bitta yarador. Dilshod qochdi. O'g'limchi? U bir lahza jim turdi. Men o'sha sukutdan yiqilib tushay dedim. "Topildi", dedi u nihoyat. "Tirik. Lekin ahvoli og'ir. Kasalxonaga olib ketishdi." Men joyimda chokib qoldim. Yig'ladimmi, kuldimmi bilmayman. Faqat yerga boshim tegib "Shukr" degan so'z qayta-qayta chiqardi. Kasalxonaga yetib borgunimizcha tun oqardi. Reanimatsiya eshigi oldida soatlar o'tdi. Doktor chiqib, "Kechikkaningizda boshqacha bo'lardi", dedi. "Hozircha xavf ortda emas, lekin imkoniyat bor." Imkoniyat bor. Shu 3 so'z menga butun dunyodek tuyuldi. Ertalabga yaqin o'g'limni qisqa ko'rdim. Burnida kislorod naychasi, qo'lida sistema. Ko'zini sekin ochdi. "Ona, siz keldingizmi?" Men qo'lini ushladim. "Men doim kelaman, bolam." U yig'lab yubordi. "Men sizni ko'chaga tashladim. Men odam emasman." "Jim", dedim. "Sen tirik qol. Qolgani keyin." U ko'zini yumdi. Men uning yonida o'tirib tongni kutdim. Lekin bu hali yakun emas edi. Ertasi kuni tushda Rustam aka palata tashqarisida meni chetga chaqirdi. "Sizga bir narsani aytishim kerak", dedi. U qo'limga papka tutqazdi. Ichida hujjatlar, telefon yozishmalari, tranzaksiyalar. Bu tarmoq faqat savdo bilan shug'ullanmagan. Ular mulklarni firibgarlik bilan o'tkazish bo'yicha ham ishlagan. Sizning uyingiz ham shu sxemaning bir qismi. Demak, qaytarish mumkinmi? Dedim nafasimni ushlab. U aniq javob bermadi. Nazariy jihatdan ha. Amalda qiyin. Chunki hujjatlarda sizning imzolaringiz bor. Yana bir muammo bor. Qanaqa muammo? Rustam aka ko'zini olib qochdi. Ichkarida sizlardan ma'lumot sizdirgan odam bo'lgan. Dilshod har harakatimizni oldindan bilib turgan. Men muzlab qoldim. Kim? Hali aniq emas, dedi u. Lekin biz gumon qilayotgan ism. Sizni larzaga solishi mumkin. Men indamadim. U papkadan bitta fotosurat chiqarib uzatdi. Suratni ko'rgan zahoti qo'limdan tushirib yubordim. Bu odamni men juda yaxshi tanirdim. U mening uyimga bemalol kirib chiqadigan odam edi. Men unga choy damlab berganman. Men unga dardimni aytganman. Gulbahor opaning o'g'li Kamo. Men devorga suyanib qoldim.
Yo'q. Bu bo'lishi mumkin emas. Rustam aka past ovozda. Biz hali yakuniy demaymiz. Lekin yozishmalarda shu profil, shu raqam. Ehtiyot bo'ling. Hech kimga aytmang. Men palataga qaytib kirdim. O'g'lim uxlab yotardi. Men kursiga o'tirdim, lekin ichimda yana bir urush boshlandi. Bir tomonda meni sovuq tunlarda boshpana qilgan Gulbahor opa. Ikkinchi tomonda uning o'g'li haqida dahshatli gumon. Agar bu rost bo'lsa-chi? Agar yolg'on bo'lsa-chi? Qaysi biri yomonroq bilmayman. Telefonim jiringladi. Noma'lum raqam. Men ko'tardim. Narigi tomonda xirillagan tanish ovoz. Opa. Tirik qolibsiz-da. Omadingiz bor ekan. Dilshod. Men gapirmadim. U kuldi. Siz bir narsani tushunmadingiz. Bu o'yin hali tugamadi. Siz o'ylagan odamlar siz tomonda emas. Aloqa uzildi. Men telefonni sekin tushirdim. Palata oynasidan tashqarida quyosh chiqayotgan edi, lekin ichimda yana tun cho'kdi. Chunki endi men bitta narsani aniq bilardim. Bolamni olimdan sug'urib oldim, lekin xiyonat endi eng yaqin eshikdan kirib kelayotgan edi. Men o'sha qo'ng'iroqdan keyin bir necha daqiqa o'tirib qoldim. Atrofimda hamma narsa odatdagidek edi. Palatada apparat sekin beyib qiladi, hamshira yo'lakda dori aravachasini itaradi, deraza ortida ertalabki quyosh. Lekin ichimda hammasi o'zgargan edi. Men endi hech kimga korkorona ishonolmasdim. Birinchi qilgan ishim Gulbahor opaga qo'ng'iroq qilmaslik bo'ldi. Bu qarorim uchun o'zimdan nafratlandim ham. Axir u meni uyga oldi, nonini bo'ldi, tunlari yonimda o'tirdi. Lekin Rustam aka aytgan surat, yozishma, profil. Bir marta ko'rgan narsangni ko'rmagandek bo'lolmaysan. O'g'lim kun bo'yi uxlab chiqdi. Kechga yaqin ko'zini ochib menga qaradi. Ona. Suv. Men stakanni tutdim. U qo'li bilan emas, ko'zi bilan ham uzr so'rayotgandek edi. Siz ketmang, dedi sekin. Ketmayman, dedim. Bu safar hech qayerga ketmayman. Lekin men bilardim. Agar endi ham harakatsiz qolsam, yana hammasini yo'qotaman. Uyimni ham, bolamni ham, balki jonimni ham. Kechqurun Rustam aka qaytib keldi. Ertaga sizga rasmiy ko'rsatma beramiz, dedi. Lekin hozircha eng muhim narsa. Siz yolg'iz yurmaysiz, joylashuvni o'chirmaysiz, notanish raqamga javob bermaysiz. Men bosh irgadim. Dilshod yana qo'ng'iroq qildi. Rustam aka bir lahza to'xtadi. Nima dedi? O'yin tugamadi, dedi. U qattiq xo'rsindi. Demak, u hali shaharda. Bizga vaqt kerak. Menda vaqt yo'q, Rustam aka, dedim qattiqroq. U har kuni o'g'limga yaqinlashadi. U meni tik qarab tingladi. Shuning uchun sizdan bir iltimos bor. Juda og'ir iltimos. Ayting. U siz bilan yana bog'lanadi. Biz u bilan jonli uchrashuv tashkil qilishimiz kerak. Siz yem bo'lasiz. Yem, bu so'zni eshitib qornim uvishib ketdi. Boshqa payt bo'lsa balki rozi bo'lmasdim. Lekin boshqa payt yo'q edi. Rozi, dedim. Reja oddiy, lekin xavfli edi. Men Gulbahor opanikiga qaytgandek ko'rinaman. Odatdagi hayotga qaytgandek bo'laman. Dilshodning odamlari kuzatsa, ona himoyasiz, degan xulosaga keladi. Keyin ular aloqaga chiqadi. Rustam aka. Agar Kamol masalada bo'lsa, shu bosqichda harakat qiladi, dedi. Lekin bu hali gumon. Unutmang. Men kasalxonadan to'g'ri Gulbahor opanikiga bordim. Eshikni ochgan opa meni bagriga bosdi. Voy bolam, ko'zing kirib ketibdi. O'g'lingchi, yaxshimi? Men yuziga qaradim. U yerda samimiyat bor edi. Yoki men ko'rishni xohlagan samimiyat. Ahvoli og'ir, dedim. Lekin tirik. Opa darrov duo qildi. Shukr, shukr. Men ichkariga kirdim.
Hammasi o'sha. Deraza yonida gul tuvagi, devorda eski soat, stol ustida tandirdan kelgan non hidi. Shu oddiylik ortida xiyonat yashirinishi mumkinligini qabul qilish qiyin edi. Kechasi men uxlagandek bo'lib yotdim. Telefonim jim. Soat 1:17da hovlida mashina ovozi eshitildi. So'ng kimningdir pichirlashi. Deraza pardasini millimetrcha ko'tardim. Ko'chada qora kapyushonli yigit Gulbahor opaning darvozasiga yaqin turar, telefonda gaplashardi. Oradan 2 daqiqa o'tib Gulbahor opa xonasidan chiqdi. Ehtiyotkor qadam bilan hovliga tushdi. Mening nafasim ichimga tiqilib qoldi. U darvoza oldiga borib yigitga kichik konvert berdi. Yigit boshini qimirlatib ketdi. Opa esa sekin qaytib kirib keldi, go'yo hech narsa bo'lmagandek. Men ko'rganimga ishonmadim. Balki bu boshqa narsa, balki dori puli, balki deb o'zimni ovutdim. Lekin ichimda allaqachon biror narsa sinib bo'lgan edi. Ertalab nonushta payti opa odatdagidek so'radi. Choyga shakar solaymi? Men qo'limni ushlolmay qoldim. Yo'q, opa. U menga diqqat bilan qaradi. Senga nima bo'ldi? Men sizni kecha ko'rdim deb yuboray dedim. Aytmadim. Charchadim dedim xolos. Kunduz kuni Rustam aka bilan yashirin joyda uchrashdim. Hamma narsani aytib berdim. U yozib oldi, bosh irgadi. Demak, aloqa bor, dedi. Lekin bu hali jinoyatning ozi emas. Bizga qat'iy dalil kerak. Qanaqa dalil? Pul oqimi, yozishma yoki Dilshod bilan bevosita bog'lanish. Bugun kechqurun qadam tashlaymiz. O'sha kecha soat 9da reja ishga tushdi. Men Gulbahor opaga kasalxonaga boraman dedim, lekin chiqishim bilan kuzatuv mashinasiga o'tirdim. Telefonimga bir necha daqiqada noma'lum raqamdan xabar keldi. Opajon, gaplashib olishimiz kerak. Ko'p narsani bilmaysiz, raqamni tekshirishdi, Kamolniki. Rustam aka labini qattiq tishladi. Endi aniqroq bo'lyapti. Kamol bilan uchrashuv joyi eski internet klub orqasi deb belgilandi. Men yolg'iz bordim, albatta atrofda tezkorlar bor. Kamol soyadan chiqib keldi. Yuzida asab, ko'zida uyqusizlik. Xola, siz noto'g'ri yo'ldasiz, dedi u salomlashmay. Politsiya bilan o'ynamang. Nima deyapsan, bolam? Dedim ataylab yumshoq. Men hech nima bilmayman. U kuldi, lekin kulgisi sovuq. Bilasiz. Dilshod bilan urushmang. Uyni qaytarolmassiz. O'g'lingizni ham uzoqqa olib ketolmassiz. Mening ichimda olov yonib ketdi. Sen ham ularga ishlaysanmi? Kamol bir lahza jim turdi. Men ishlamayman. Men qarzdorman. Nimaga qarzdor? U birdan baqirdi. Hamma narsa qarz. Otam olgandan keyin bizni kim qutqardi? Hech kim. Men ish boshladim, yiqildim, kredit oldim, botdim. Ular menga mayda yordam taklif qildi. Avval ma'lumot. Keyin kuzatish. Keyin. U gapini yutdi. Ko'zi namlanib ketdi. Men opamni davolatish uchun kirdim bu ishga, xola. Men muzday ovozda dedim. Men ham bolam uchun jahannamga tushdim. Lekin odam sotmadim. Kamol boshini egdi. Men sizni sotmoqchi emasdim. Faqat qayerda ekaningizni aytardim. Ular baribir topardi. Baribir xiyonat qilding. U ko'zini ko'tardi. Hali kech emas. Men sizga yordam beraman. Dilshod ertaga shaharni tark etadi. Temiryo'l omborida pul va hujjat almashinuvi bo'ladi. Agar hozir aytsam, meni oldirishadi. Nega endi aytyapsan? U titrab dedi. Chunki kecha ular onamni ham foydalanamiz, dedi. Shu lahzada men hammasini tushundim. Bu tarmoq hech kimni ayamaydi. Bugun meni, ertaga boshqasini, indinga oz odamlarni ham yutadi. Rustam aka radiosidan ovoz keldi. Kontaktni ushlang, chiqarmang. Kamolga qaradim.
Men senga ishonishim kerakmi? U cho'ntagidan fleshka chiqardi. Bunda tranzaksiya, ovoz yozuvlari, ism-shariflar bor. Men badko'p qilganman. Agar biror narsa bo'lsa, avtomatik tarqaladi. Men fleshkani oldim. Qo'limda muzdek temirdek tuyuldi. Bu bilan o'zingni ham qutqarasanmi deb o'ylayapsan? Yo'q, dedi u. Faqat onamni saqlab qolmoqchiman. Shu payt uzoqdan motor ovozi. Qora mototsikl keskin burilib biz tomonga yaqinlashdi. Kamol birdan oqarib ketdi. Ular keldi. Qoching. Hammasi bir soniyada bo'ldi. Mototsikldagi odam qo'l ko'tardi, miltillagan temirni ko'rdim. Otishma ovozi tunni yordi. Kamol meni itarib yubordi, men yerga yiqildim. Tezkorlar soyadan otilib chiqdi. Yerga yot. Qurolni tashla. Yana ikkita o'q. Qichqiriq. Mototsikl yiqildi. Men boshimni ko'targanimda Kamol yerda yotardi. Ko'kragi qon. Men yugurib yoniga bordim. Kamol. Kamol. U nafasini zo'rga olar, lablari oqarib ketgan. Xola. Onamga. Aytmang men qo'rqganimni. Men yiglab yubordim. Gapirma, tez yordam kelyapti. U qo'limni mahkam ushladi. Dilshod. Ombor emas. Aldamchi. Haqiqiy joy. Samarqand yo'li 17 kilometr. Sovutgich sex. Uning ovozi uzilib qoldi. Qo'li bo'shashdi. Kamol. deb baqirdim. Tez yordam keldi, olib ketishdi. Men mashina ortidan qarab qolaverdim. Rustam aka yelkamga qo'l qo'ydi. Siz yaxshi ish qildingiz. Men unga o'girildim. U tirik qoladimi? U javob bermadi. Men javobni o'sha sukutdan o'qidim. Tun bo'yi operatsiya rejasi tuzildi. Kamol aytgan sovutgich sex shahardan tashqarida eski go'sht kombinati hududida ekan. Razvedka ko'rsatdi. Ichkarida qurollangan odamlar, 2 ta mashina, ehtimol Dilshod o'sha yerda. Men ham borishni so'radim. Yo'q, dedi Rustam aka qat'iy. U meni ko'rmasa chiqmaydi, dedim. U doim meni ishlatgan. Oxirigacha ham shunday bo'ladi. U uzoq qarab turdi, so'ng og'ir xo'rsindi. Siz oldingi perimetrda bo'lasiz. Ichkariga kirmaysiz. Sozim. Men rozi bo'ldim. Yolg'on rozi bo'ldim. Operatsiya tong oldidan boshlandi. Havo tuman, yo'l nam, uzoqda faqat zavodning qora silueti. Men kuzatuv mikroavtobusda o'tirib monitorlarga qarardim. Kamera tasvirida sovutgich sexining temir eshigi yonida qoriqcha, ichkarida harakat. Birdan ekranda tanish qomat ko'rindi. O'g'lim. U 2 odam orasida, qo'llari orqadan bog'langan holatda olib o'tilardi. Yo'q, dedim shivirlab. U bu yerda nima qilyapti? Rustam aka tishlarini qattiq qisdi. Demak, bu tuzoq emas, asosiy nuqta shu. Mening ko'zim qorong'ilashdi. Ular o'g'limni sug'urta sifatida olib kelishgan edi. Aloqa quloqidan ovozlar ketma-ket kelardi. Birinchi guruh joyida. Ikkinchi guruh sharqiy devorda. Snayper tayyor. Buyruq kutilyapti. Shu payt ichkaridan katta darvoza ochildi va Dilshod chiqdi. U atrofga qarab telefonida kim bilandir gaplashdi. Keyin kutilmaganda. Onani olib kelinglar, dedi baland ovozda. Rustam aka menga tikildi. U sizni talab qilyapti. Men eshik tutqichini ushladim. Men boraman. Bu reja emas. Endi reja yo'q, Rustam aka. Endi faqat bolam bor. U 2 soniya o'yladi. So'ng radiosiga. B variant. Maqsadli kontaktga ruxsat. Hamma tayyor tursin. Men avtomobildan tushdim. Tuman ichida har qadamim eshitilib ketayotgandek. Dilshod meni ko'rib kuldi. Opa, yana uchrashdik. Bolamni qo'yib yubor, dedim.
Avval fleshga, dedi u. Men bir lahza qotdim. Kamol bergan fleshka ko'ksimdagi cho'ntakda edi. Agar bersam dalillar ketadi. Bermasam, o'g'lim. Dilshod baqirdi. Tez. O'g'limni turtib oldinga olib chiqishdi. Uning ko'zi menga tushdi. Ona, bermang, deb qichqirdi. Hammasi ichida. Dilshod jahl bilan o'g'limning qorniga urdi. Men beixtiyor bir qadam oldinga otdim. Shu on snayper aloqa kanalida pichirladi. Toza burchak yo'q. Maqsad yonida Garov. Dilshod qo'lini cho'zdi. Oxirgi marta so'rayapman. Men fleshkani chiqarib kaftimda ushladim. Ko'zimdan yosh oqardi, lekin ovozim qattiq chiqdi. Men senga beraman. Lekin avval bolamni qo'y. U boshini qiyshaytirdi. Siz hali ham savdolashyapsizmi? Va aynan o'sha lahzada orqa tomondan kutilmagan ovoz yangradi. Hech kim qimirlamasin. Ichki xavfsizlik xizmati. Hamma bir zumda to'xtadi. Men ham, Dilshod ham ortga qaradik. Tuman orasidan qora formadagi yangi guruh chiqib kelardi. Ularning boshida esa men umuman kutmagan odam turardi. Bankdagi o'sha muloyim qiz. U dubulgasini yechib menga tik qaradi. Opajon, endi hammasi o'zgaradi. Faqat bir xato qadam va siz bilgan barcha haqiqat yonib ketadi. Men bir necha soniya uning yuziga tikilib qoldim. Bankdagi qiz deb yurgan odamim qo'lida xizmat quroli, ortida maxsus guruh bilan turardi. U ilgari ham xotirjam gapirardi, lekin bu safar ovozida buyruq bor edi. Ismim Madina, dedi u baland, aniq ohangda. Ichki xavfsizlik bo'limi. Qurollarni tashlang. Dilshod bir qadam orqaga chekindi, keyin kulib yubordi. Voy, qanaqa teatr. Ona, militsiya, endi ichki xavfsizlik. Hamma bir joyga yigilibdi-ku. Rustam akaning odamlari ham pozitsiyada, Madinaning guruhi ham pozitsiyada. Men esa ortada, qo'limda fleshka, oldimda bog'langan o'g'lim. Havoda shunchalik taranglik bor ediki, bitta noto'g'ri nafas ham portlashga teng edi. Madina ko'zini uzmay gapirdi. Dilshod, o'ng qo'lingni sekin ko'tar. Chap cho'ntagingdagi detonatorni ham tashla. Detonator. Demak, vokzal faqat sinov bo'lgan. Bu yerda esa kattaroq reja bor. Dilshodning ko'zidagi istehzo bir lahza so'ndi. U Madinaga tikilib. Sizlar juda kech qoldingiz, dedi past ovozda. Shu payt sex ichkarisidan signalga o'xshash ingichka tovush chiqdi. Rustam aka radio orqali baqirdi. Texnik guruh. Ichkarida mexanizm bor. Madina menga qichqirdi. Opajon, o'ng tomondagi beton blok ortiga yoting. Hozir. Men o'g'lim tomon yugurmoqchi bo'ldim. Dilshodning odami uni ushlab turardi. O'g'lim ham baqirdi. Ona, yoting. Yana o'sha tanlov. Yana o'sha bir soniya. Men bu safar buyruqqa bo'ysundim va beton ortiga yiqildim. Keyingi lahzada otishma boshlandi. Quloqlarim shangillab ketdi. Uch tomondan buyruqlar, oyoq tovushlari, metallga tekkan o'qlar jarangi. Men boshimni ko'tarib qaraganimda Dilshod orqa eshik tomonga yugurayotganini ko'rdim. Rustam aka ortidan ketdi. Madina esa ikki xodimi bilan o'g'lim turgan nuqtaga yopirildi. Arqonni kes, dedi u. Bir xodim o'g'limning qo'lini bo'shatayotganida ichkaridan tutun ko'tarildi. Kimdir gaz deb baqirdi. Ko'zim achishib, nafasim qisildi. Men ro'molimni og'zimga bosdim. Madina meni ko'rib qo'li bilan ishora qildi. Chiqing. Tez. Men emaklab oldinga otdim, o'g'lim ham ikki xodim yordamida sudralib chiqdi. Tashqariga chiqqanimizda sovuq havo obkamga urildi. Men o'g'limni quchoqladim, u titrar, yotalardi. Tirikmisan? Dedim. Ha, dedi zo'rga. Sizchi? Men ham. Lekin ichkarida hali jang tugamagan edi.
5 daqiqadan so'ng Rustam aka qaytdi, yuzi qorayib ketgan, yelkasida qon. Dilshod tunnel orqali qochdi, dedi tishini qisib. Lekin bizda asosiy server va odamlar bor. Madina darrov. Tibbiy yordam. Rustam aka yaralangan. Ular Rustam akani tez yordamga olib ketishdi. Men hushimni yo'qotmay turishga urindim. Shifokor Oglimni ham ko'rdi. Gospitalizatsiya shart. Ambulansga o'tirish oldidan Madina menga yaqinlashdi. Fleshka sizdami? Men bosh irgadim. Ha. Hech kimga bermang. Faqat menga yoki prokurorga shaxsan topshirasiz. Bu ishning kaliti shu. Men cho'ntagimni mahkam ushladim. Shu kichkina buyum ichida necha odamning taqdiri borligini endi his qilyapman. Kasalxonada yana uzun tun boshlandi. Bu safar men va o'g'lim bir binoda, lekin turli bo'limlarda. Unga tomchi dori qo'yishdi, menga esa tinchlantiruvchi taklif qilishdi. Men rad etdim. Men hushyor bo'lishim kerak edi. Tongga yaqin Madina keldi. Oddiy kiyimda, charchagan ko'z bilan. Men sizga ochiq gapiraman, dedi u. Tarmoq katta. Faqat Dilshod emas. Hujjatlar firibgarligi, giyohvandlik savdosi, ichkaridan ma'lumot sizdirish, barchasi bitta tizim. Ichkaridan degani. Politsiyadami? Dedim. U bosh irgadi. Ayni payt tekshiruv ketmoqda. Shuning uchun siz ko'p narsani hozircha hech kimga aytmaysiz. Hatto yaqinlaringizga ham. Men bir lahza jim turdim. Gulbahor opachi. Madina kozini olib qochmadi. Ozi markazda emas. Lekin bosim ostida foydalanilgan bo'lishi mumkin. Kamol orqali. Kamol tirikmi? Uning yuzidagi ifoda javob bo'ldi. Kechasi vafot etdi. Men kursiga o'tirib qoldim. Ichimdan inna lillah degan so'z chiqdi. Ko'z oldimga uning onamga aytmang men qo'rqganimni degan gapi keldi. Men yigladim. Kamol xiyonat qilgan edi, ha. Lekin oxirida baribir onasini qutqarishga uringan edi. Shu kuni tushda Gulbahor opa kasalxonaga keldi. Kimdir aytgan shekilli. U meni ko'rishi bilan quchoqladi. Kamolim qani? Telefonini olmayapti. Mana shu savol meni ikkiga bo'ldi. Haqiqatni darrov aytsam, u shu yerning ozida yiqiladi. Yashirsam, men ham yolg'onchi. Men qo'lini ushladim. Opa. Kamol og'ir ahvolda. Dedim ehtiyotkorlik bilan. Uning ko'zlari kattalashdi. Qayerda? Men Madinaga qaradim. U sekin bosh irgadi. Ayting. Men opani yon xonaga olib kirib hammasini aytdim. Otishma, yaralanish, shifoxona, keyin. U avvaliga hech narsa demadi. Faqat tik turdi. Keyin birdan ovozsiz o'tirib qoldi. Qo'llari muzday. Men bilmasdim. Dedi zo'rga. U kechalari chiqib ketardi. Men qarz deb o'ylardim. Men uni bagrimga bosdim. Bu quchoqda ayb ham bor edi, rahm ham, yo'qotish ham. Opa, biz ikkovimiz ham bolamizni yo'qotib qo'yayozdik, dedim. Faqat meniki tirik qoldi. U ko'z yosh orasida pichirladi. Meni kechira olasanmi? Men darrov javob bera olmadim. Chunki kechirish bir gap, unutish boshqa gap. Hozir bilmayman, dedim rostini. Lekin sizni yolg'iz tashlamayman. Bu mening ichimdan chiqqan eng og'ir, eng to'g'ri gap edi. Oradan 3 kun o'tdi. O'g'lim palatadan oddiy bo'limga o'tkazildi. U hali zaif, lekin hushi joyida. Bir kuni qo'limni ushlab, "Ona, men hammasini aytib beraman", dedi. Men stulga yaqinlashdim. Eshitaman. U asta gapira boshladi. Qanday tanishgani, qanday sinab ko'rishdan boshlanganini, keyin qarz, keyin tahdid. Men eshitgan eng yomon joyi. U uy hujjatlari bo'yicha yolg'iz ishlamagan. Notarius tizimida tayyor odam bo'lgan.
Shu odam imzolarni toza qilgan. Ismi kim? Dedim. U ko'zini yumdi. Men uni faqat Akmal aka deb bilaman. Hamma undan qo'rqardi. Dilshod ham. Men bu ismni Madinaga yetkazdim. U darrov tekshiruvga berdi. Kechqurun qaytib kelib, topdik, dedi. Akmal aka aslida Akmal Rahimov, sobiq notarius yordamchisi, hozir xususiy yuridik firma ostida ishlagan. Bir necha mulk ishlarida shubhali iz bor. Demak, uyni qaytarish umidi bormi? Endi kuchliroq, dedi u. Lekin sud bo'ladi, uzoq jarayon. Siz charchaysiz. Men qat'iy dedim. Men allaqachon eng yomondan o'tdim. Endi charchashdan qo'rqmayman. Bir hafta o'tib birinchi sud eshituviga bordik. Men oddiy qora kiyimda, qo'limda papka, yonimda Madina va davlat himoyachisi. Qarshi tomonda xaridor, uning advokati, hujjatlar. Ular hammasini qonuniy ko'rsatishga urindi. Sudya mendan so'radi. Siz bu hujjatlarga o'z ixtiyoringiz bilan imzo qo'yganmisiz? Men chuqur nafas oldim. Men imzo qo'yganman. Lekin aldov ostida. Menga boshqa hujjat deb ko'rsatilgan. Advokat darrov hujum qildi. Siz savodli ekansiz, nega o'qimadingiz? Men ko'zini uzmay dedim. Chunki men onaman. Men bolamni qutqaraman deb ishonganman. Meni shu ishonchimdan urishgan. Zalda jimlik bo'ldi. Keyin prokuror audioyozuvlar, kuzatuv videolari, tarmoq bo'yicha materiallarni kiritdi. Eng hal qiluvchi dalil Kamolning bergan fayllari va Dilshodning onani bosim bilan ishlatamiz degan ovoz yozuvi bo'ldi. Eshituv tugaganda sudya vaqtinchalik taqiq chiqardi. Uy bo'yicha har qanday qayta oldi-sotdi to'xtatildi. Bu hali g'alaba emas, lekin birinchi nafas edi. Kechqurun kasalxonaga qaytsam, o'g'lim deraza yonida o'tiribdi. Yangilik bormi? Dedi. Uy bo'yicha ish to'xtatildi, dedim. U sekin yig'ladi. Men bunga loyiq emasman. Men uning oldiga o'tirdim. Loyiq emas degan gapni qo'y. Endi ikki yo'l bor. Yana botish yoki har kuni bir qadam bilan chiqish. U bosh irgadi. Men davolanishga o'zim roziman. Majburlab emas. Mana shu gapni men yillar kutgan edim. Reabilitatsiya markazi bilan gaplashdik. Bu safar yashirin emas, ochiq, qonuniy, uzoq muddatli dastur. U o'zi imzo qo'ydi. Men tashqarida yig'lab yubordim, bu safar umiddan. Lekin hayot odatdagidek eng nozik joyingda yana sinaydi. O'g'limni markazga olib boradigan kun ertalab telefonimga bitta video keldi. Noma'lum kanal. Videoda Dilshod. U qorong'i xonada o'tiribdi, yuzida mayda jarohat. Opa, hammaga qahramon bo'lib yuribsiz, dedi kulib. Lekin bitta narsani unutdingiz. Men ketmadim. Men kuzatyapman. Siz sudga borgansiz, o'g'lingiz markazga ketayapti, to'g'rimi? Yaxshi. Unda o'yinimizning oxirgi bosqichi boshlanadi. Video shu yerda uzildi. Men darrov Madinaga yubordim. U javob yozdi. Joylashuvni aniqlayapmiz. Hozircha marshrutni o'zgartiring. Bir joyda uzoq turmang, biz marshrutni almashtirdik, boshqa mashina oldik, lekin ichimdagi qo'rquv qaytdi. Oxirgi bosqich degani nima? U yana kimni ushlaydi? Yana nima portlatadi? Yoki eng yomoni yana meni tanlov oldiga qo'yadimi? Markazga yetib borgach, o'g'lim tushdan oldin menga qaradi. Ona, agar men chiqib ketsam, meni qaytarmang. Meni darrov topshiring. Men qattiq quchoqladim. Sen chiqib ketmaysan. Bu safar ikkovimiz ham qochmaymiz. U kirib ketdi. Men darvoza oldida uzoq turdim. Go'yo bolamni yana tugruqxonaga topshirayotgandek og'ir edi. Shu payt Madina qo'ng'iroq qildi. Biz signal oldik. Dilshod ehtimol bugun kechqurun harakat qiladi. Siz darhol xavfsiz manzilga o'ting. Qayerga?
Vaqtinchalik himoya kvartirasiga. Men hop dedim. Mashinaga o'tirdim. Ko'chaga chiqqanimizda orqa oynada bitta oq mashina ketma-ket 3-marta ko'rindi. Haydovchimiz ham payqadi. Orqamizda, dedi past ovozda. Mening kaftim terlab ketdi. Ishonchingiz komilmi? Ha. Burilishda ham ergashyapti. Men Madinaga yozdim. Kuzatuv bor, javob bir zumda keldi. To'xtamang. Ko'prikdan oldin chapga o'ting. Guruh chiqdi, biz tezlikni oshirdik. Oq mashina ham. Yo'l tor, ikki tomonda beton to'siq. Oldinda ko'prik. Haydovchi tishlarini qattiq qisdi. Agar ular urib tushirsa, mashina ag'dariladi. Men ro'molimni mushtladim. Yaratgan, o'zing asra. Orqa mashina birdan yaqinlashdi. Faralar ko'zni qamashtirdi. Bir urinishda bizning bamperga tegdi. Mashinamiz chayqaldi. Shu lahzada oldinda ikki qora jip yo'lni to'sib chiqdi. Oqart mashina tormoz berdi. Qurolli odamlar tushdi. Qichqiriqlar, buyruqlar, sirena. Haydovchimiz baqirdi. Pastga egiling. Men o'rindiq orasiga bukildim. Yuragim tomogimga chiqib ketdi. Tashqarida bir ovoz yangradi. Mashinadan chiqing. Qo'llaringiz yuqorida. Bir necha soniya sukunat. Keyin eshigim ochildi. Men boshimni ko'tardim. Eshik oldida Madina turardi. Ko'zida galati aralash his, yengillik va xavotir. Opajon, siz xavfsizsiz, dedi. Lekin sizga hozir aytadigan gapim bor. Nima gap? U bir nafas oldi. Oq mashinadan qo'lga olingan haydovchi Dilshod emas. U sizning o'g'lingizning reabilitatsiya markazidagi ichki nazoratchi xodimi. Men uni tushunmay qaradim. Nima? Ha, dedi u. Dilshod markaz ichiga ham odam joylashtirgan. Bu degani. U gapini tugatmadi. Men o'zim tugatdim, bu degani o'g'lim u yerda ham xavfsiz emas. Madina sekin bosh irgadi. Aynan shunday. Va bizda markaz ichidan hozirgina favqulodda signal tushdi. Men favqulodda signal degan so'zni eshitib eshikdan tushib ketay dedim. Nima bo'ldi? Dedim ovozim titrab. O'g'limga nima bo'ldi? Madina tez gapirdi. Hali aniq emas. Markazning ichki tizimi bir necha daqiqa oldin uzilgan. Keyin qisqa so'z chiqqan. Aloqa yo'q. Hozir boramiz. Dedim darrov. U qo'limni ushladi. Siz vahima qilmaysiz. Biz konvoy bilan boramiz. Bu ehtimol chalgitish ham bo'lishi mumkin. Menga farqi yo'q edi. Chalgitish bo'lsa ham, haqiqiy xavf bo'lsa ham, men baribir borardim. Biz 3ta mashinada markazga uchdik. Yo'l bo'yi Madina radioda buyruq berib bordi. Perimetrni yopish. Ichkaridan chiqayotgan har qanday transportni to'xtatish. Tibbiy brigada tayyor tursin. Men orqa o'rindiqda o'tirib, qo'limni bir-biriga ishqalardim. Telefonimga o'g'limdan so'nggi xabarni qayta-qayta ochdim. Ona, bu safar men qochmayman. Markaz darvozasiga yetganimizda ichkarida chiroqlar yongan, lekin galati sukunat bor edi. Odatda qo'riqchi kabinasi yonida odam bo'lardi, bu safar bo'sh. Xodimlar qurol bilan ichkariga kirdi. Men ham ortidan yurmoqchi bo'ldim, Madina to'xtatdi. Yo'q, tashqarida kuting. Kutolmayman. Bu buyruq. Lekin men buyruq eshitadigan holatda emasdim. Ular burilganda men chap yo'lakdan, bog' tomondan aylanib kirdim. Eski odat. Bola ortidan yashirincha kirgan onaning odati. Ichkaridagi hidni bir umr unutmayman. Dori hidi, xlor hidi va kuygan simning hidi aralashib ketgan. Koridorda bittasi yiqilib yotardi, hamshira. Hushi bor, lekin karaxt. U meni ko'rib shivirladi. Ularni pastga tushirishdi. Kimni? Dedim. 3ta bemorni. Bittasi sizning o'g'lingiz. Pastga.
Demak, yer osti texnik bo'limi. Men zinaga yugurdim. Pastda metall eshik yarim ochiq, ichkaridan erkaklar ovozi eshitilardi. Tez bo'l. Mashina kutyapti. Bu bittasi hushiga kelyapti. Ukol qil. Men eshik chetidan qaradim. Ikki niqobli odam, bitta nosilka, yonida yana ikki yigit devorga suyanib behush. Nosilkadagi mening o'g'lim. Qo'li osilib turardi. Kozim oldi qorayib ketdi. Men oylamay harakat qildim. Eshik yonidagi yongin bolgasini oldimda, bor kuchim bilan signal oynasiga urdim. Qarsillagan alarm ovozi butun binoga tarqaldi. Niqoblilar bir zumga chalgidi. Men ichkariga otilib, o'g'limning nosilkasini tortdim. Qo'ying uni. Ulardan biri meni itarib yubordi. Men yiqildim, lekin nosilkaning burchagidan ushlagancha qo'ymadim. U qo'limga tepdi. Og'riqdan Kozimdan yosh chiqdi. Shu payt tepada qadamlar, baqiriqlar. Pastda. Pastda. Madina va guruh kirib keldi. Bir necha soniyada niqoblilar yerga yotqizildi. Men esa nosilka yonida tiz chokib, o'g'limning yuzini silardim. Bolam. Bolam, ko'zingni och. Uning nafasida dori hidi kuchli. Shifokor kelib tekshirdi. Sedativ berilgan. Yuragi barqaror. Tezda yuqoriga. Men nosilka bilan birga yugurdim. Hovliga chiqqanimizda yana bir mashina devordan sakrab chiqishga urindi, lekin tashqi perimetr uni to'xtatdi. Ichidan 2 kishi ushlanib tushdi. Madina yonimga keldi, nafasi tez. Sizni 1 daqiqa ko'zdan qochirdim, siz esa operatsiyani tezlashtirib yubordingiz, dedi yarim jahl, yarim hayrat bilan. Men faqat bolamni oldim, dedim. U bosh irgadi. Ba'zan shu eng kuchli harakat bo'ladi. O'g'limni yaqin shifoxonaga olib ketishdi. Men tez yordam ichida uning oyoq tomonida o'tirib, labimda faqat bitta gapni takrorladim. Otadi, otadi, otadi. Doktorlar bu safar aniq dedi. Olim xavfi yo'q. Lekin kuchli sedativ va ehtimol qaramlikni qayta qo'zgatish uchun aralashma berilgan. Reabilitatsiya jarayoni boshidan boshlanishi mumkin. Men boshimni devorga urib yuborgudek bo'ldim. Shuncha yo'l, shuncha kurash, yana boshidan. Lekin darrov o'zimni to'xtatdim. Tirik-ku, dedim ichimda. Tirik bo'lsa hammasi qayta boshlanadi. Kechqurun Madina rasmiy ma'lumot bilan keldi. Markazdagi ichki xodimdan tashqari yana 2 yordamchi bor ekan. Ular bemorlarni tungi tekshirur degan bahona bilan pastga tushirgan. Maqsad o'g'lingizni olib chiqib ketish. Ehtimol videoga olib sizga bosim qilish uchun. Dilshod qayerda? Dedim. Hali yo'q. Lekin bugungi reyddan keyin uning moliyaviy kanali deyarli uzildi. U uzoq qocholmaydi. Men unga fleshkani uzatdim. Buni oling. Endi menda tursa hamma xavf ostida. U qo'liga olib bir lahza menga qaradi. Siz bilasizmi, bu ish nega oldinga ketdi? Dalillar uchun emas faqat. Siz ortga chekinmaganingiz uchun. Men achchiq kuldim. Men chekinishga joy qoldirmadim-ku. Uyim ham yo'q. Shu gapdan keyin u papkadan bir hujjat chiqardi. Sud bo'yicha yangilik bor. Vaqtinchalik qaror kuchaytirildi. Sizning uyingizga nisbatan bitimlar haqiqiy emas deb topilishi ehtimoli yuqori. Ertaga qo'shimcha eshituv. Ertasi kuni sud zalida yana turdim. Bu safar men yolg'iz emasdim. Yonimda davlat himoyachisi, orqada jurnalistlar ham bor edi, ish ochiqlashib ketgan. Qarshi tomonda esa xaridorning vakili asabiy ko'rinar, hujjatlarning yarmi shubha ostida qolgan. Prokuror markazdagi voqea, tarmoq bosimi, majburlash sxemasini ketma-ket qo'ydi. Eng kuchli nuqta audio yozuv. Dilshodning onani bosim bilan ishlatamiz, uy, birinchi bosqich degan gapi. Sudya tanaffusdan qaytgach qaror o'qidi. Mulk o'tkazish bo'yicha bitimlar mazmunan va protsessual jihatdan shubhali deb topilib, yakuniy sudga qadar bekor qilinadi.
Da'vogar vaqtincha egalik huquqini tiklash chorasi bilan ta'minlansin. Men avval tushunmadim. Himoyachi qulogimga sekin dedi. Bu degani siz uyga qayta olasiz. Hozircha vaqtincha, lekin qonuniy. Men stulga o'tirib qoldim. Qo'llarim titrab ketdi. Yiglash ham, kulish ham bir paytning o'zida keldi. Men tashqariga chiqib osmonga qaradim. Erim, ko'rdingmi, dedim ichimda, uyimiz qaytyapti, ammo hikoya bu yerda tugamadi. Uyga qaytgan kunim eshikni ochib bosh xonaga kirdim. Ichkarida mebelning yarmi yo'q, devor qirilgan, lekin bu baribir mening uyim edi. Oshxonadagi o'sha devorda o'g'limning bolalik rasmi hali ham turardi, chang bosgan holda. Men uni artdim, devorga suyanib o'tirdim. Shu payt telefon jiringladi. Noma'lum raqam. Eshitaman, dedim ehtiyotkorlik bilan. Narigi tomonda erkak ovozi. Siz meni tanimaysiz. Men Akmal Rahimovning buxgalteriman. Men ketmoqchiman. Lekin ketishdan oldin bitta narsani aytaman. Dilshod yolg'iz emas. Ustoz bor. Hamma buyruq o'shandan. Ustoz kim? Ismini bilmayman. Hamma domlar deydi. U qonuniy ko'rinadigan fond orqali pul aylantiradi. Sizning ishingiz ham o'sha fondga ulangan. Aloqa uzildi. Men darrov Madinaga xabar berdim. U 1 soatdan keyin keldi, ko'zi yongan. Agar bu rost bo'lsa, biz ko'rganimiz faqat pastki qavat bo'lib chiqadi. Endi nima bo'ladi? Endi sizni yanada qattiqroq himoyaga olamiz. Va ehtimol siz yana ko'rsatma berasiz. Men charchagandim. Juda charchagandim. Lekin ichimdagi ovoz aniq edi. Qancha kerak bo'lsa, shuncha beraman. Shu kecha o'g'lim bilan video aloqa qildim. U markazning maxsus qo'riqlanadigan bo'limiga o'tkazilgan, ahvoli sekin tiklanayotgan ekan. Ona, siz uyga qaytdingizmi? Dedi. Ha, bolam. U ko'zini yumib kuldi, ko'zidan yosh chiqdi. Men ham bir kun o'sha eshikdan toza holda kiraman. Men kutaman, dedim. Lekin bu safar bir shart. Yolg'on yo'q. Yolg'on yo'q, dedi u. Qo'ng'iroq tugagach uy jim bo'lib qoldi. Men choy damlab deraza oldiga o'tirdim. Ko'cha chirogi ostida chang uchardi. Hamma narsa tinch ko'rinar, lekin men bilardim, bu sukunat bo'ron oldi bo'lishi mumkin. Soat 23:46 da eshikka sekin taqillash bo'ldi. Men qotib qoldim. Madina hech kimga ochmang, degan. Yana taqillash. Keyin past ovoz. Opa, menman. Rustam. Men ko'zchadan qaradim, haqiqatan Rustam aka. Lekin bir narsa galati. U yolg'iz, formada emas, yuzi oqarib ketgan. Eshikni yarim ochdim. Tinchlikmi? U ichkariga kirib eshikni yopdi. Vaqt yo'q, dedi. Sizni hozir olib chiqishimiz kerak. Nega? Madina qani? U menga tik qaradi. Ovozini pasaytirdi. Madinaga ishonmang. Mening yuragim bir urushni o'tkazib yubordi. Nima? Men hozir hammasini aytolmayman. Faqat biling. Ichkaridagi sizdiruvchi bitta emas. Va ro'yxatda Madinaning ismi ham chiqdi. Men devorga suyanib qoldim. Yo'q. Bu bo'lishi mumkin emas. Rustam aka qo'limdan ushladi. Qaror hozir. Yoki men bilan yurasiz, yoki ertaga ertalab juda kech bo'lishi mumkin. Men uning yuziga qaradim. Ko'zida vahima bor edi. Lekin shu bilan birga men ilgari sezmagan bir shoshqaloqlik ham bor edi. Aynan o'sha payt telefonimga Madinadan xabar keldi. Hech kimga eshik ochmang. Rustam siz tomonga ketgan bo'lishi mumkin. U qurolli va nazoratdan chiqqan. Men bir qo'limda telefonga, bir qo'limda Rustam akaning muzday kaftiga qarab qoldim. Ikki tomon ham bir-birini sotqin deyapti. Qaysi biri rost? Qaysi biri tuzoq? Rustam aka pichirladi. Tez bo'ling.
Tashqarida esa uzoqdan sirena ovozi yaqinlashib kelardi. Men o'sha lahzada bir narsani aniq tushundim. Noto'g'ri odamga ergashsam, bu safar na uy qoladi, na o'g'lim, na men. Bir qo'limda telefon, ekranda Madinaning xabari. Oldimda Rustam aka hozir ketamiz deb turibdi. Tashqarida sirena ovozi yaqinlashyapti. Men vaqt yutish uchun sekin dedim. Hujjatlarimni olay. Rustam aka asabiy bosh irgadi. Tez. Men yotoqxonaga kirib, eshikni yarim yopdim va telefonni qo'ltiqqa yashirib, Madinaga birgina so'z yozdim. Uyda son geolokatsiyani yubordim. Javob darrov keldi. 5 daqiqa ushlab turing. Eshikni ichkaridan qulflang, iloji bo'lsa, men xonadan qaytib chiqdim. Rustam aka koridorda oldinga orqaga yurardi. Hali bo'lmadimi? 1 daqiqa dedim. Dori qutisini olay. Men oshxonaga burilib, stol ustidagi kalitni ataylab tushirib yubordim. U egilib olayotganda men eshikka bir qadam yaqinlashdim. Lekin Rustam aka sezib qoldi. Nima qilyapsiz? Uning ovozi o'zgargan edi. Ilgarigi vazmin ohang yo'q. Qattiq buyruqboz begona. Men hech narsa, dedim. U birdan oldimga kelib yelkamdan mahkam ushladi. Menga qarang. Hozir men bilan ketasiz. Telefonni bering. Men qo'limni tortdim. Yo'q. Uning ko'zida gazab yalt etdi. Siz tushunmayapsiz. Shu payt tashqarida mashinalar tormoz berdi. Chiroqlar derazadan ichkariga urildi. Rustam aka eshik tomonga qaradi, so'ng menga. Kech bo'ldi. U cho'ntagidan qurol chiqardi. Mening ichim muzlab ketdi. Eshik tashqarisidan baqiriq. Rustam. Qurolni tashla. Uy o'rab olingan. Madinaning ovozi edi. Rustam aka menga yaqinlashib qurolni pastga, lekin tayyor holatda ushladi. Sizni garovga olaman deb o'ylamayman, opajon, dedi achchiq kulib. Lekin ular meni tirik qo'ymaydi. Demak, rost ekan, dedim zo'rga. Uning yuzi bir lahza yumshadi, go'yo charchoq urdi. Rostyolg'on degani nisbiy. Men boshida haqiqatan sizga yordam berdim. Keyin ular meni ushladi. Eski ishlarimni ochib tanlov qo'ydi. Yoki ularga ishlayman, yoki oilam ketadi. Oila uchun odam sotdingizmi? Men o'zimni sotdim, dedi u qattiq. Lekin yo'lning yarmidan qaytib bo'lmaydi. Tashqaridan yana buyruq. Bu oxirgi ogohlantirish. Rustam aka meni devor yoniga surdi. Derazadan chiqamiz, dedi. Men bosh chayqadim. Men ketmayman. U qurolni balandroq ko'tardi, lekin menga emas, shiftga. Oq uzildi. Men cho'chib tiz cho'kdim. Aynan shu soniyada eshik yorilib ochildi. Maxsus guruh ichkariga kirdi. Qurolni tashla degan baqiriqlar, lazer nurlari, bir necha qattiq harakat. Rustam aka bir lahza ikkilanib qoldi. Keyin qurolni polga otib, qo'llarini ko'tardi. Hammasi tugagandek tuyuldi. Lekin tugamadi. Uni olib chiqishayotganda u boshini menga burib qichqirdi. Domla ertaga emas, bugun uradi. Markazni emas, sud arxivini. Dalillarni yoqadi. Madina darrov radio orqali buyruq berdi. Arxivga guruh yuboring. Hozir. Meni esa nihoyat himoya mashinasiga o'tkazishdi. Men derazadan qarab turdim. Men ishongan ikki odam, biri kishanlangan, biri buyruq beryapti. Qaysi biri toza, qaysi biri iflos degan chiziq yana xiralashdi. Balki bu o'yinda hech kim mutlaqo toza emasdir. Tun bo'yi so'roq, bayonnoma, xavfsiz manzil. Men bir qultum choy ichdim, lekin ta'mini sezmadim. Soat 3:20 da Madina kirdi, yuzi chang, kiyimi tutun hidli. Arxivga yetib bordik, dedi. Ichkariga allaqachon kirishgan ekan. Kichik yong'in bo'lgan. Lekin asosiy serverning kopiyasini saqlab qoldik. Demak, dalillar tirik. Ha.
Va eng muhimi, qo'lga olingan bir odam gapirdi. Domlaning ertangi uchrashuv joyini berdi. Mening yuragim tez urdi. Qayerda? Shahardan tashqarida eski dam olish maskani. U yerda pul, soxta hujjatlar va ehtimol Dilshod ham bo'ladi. Men darrov. Men boraman, dedim. Madina qattiq bosh chayqadi. Yo'q. Bu safar umuman yo'q. Ular meni nishon qilgan. Men bo'lmasam chiqmaydi. U jim turib qoldi. Keyin sekin. Siz juda ko'p xavf ko'rdingiz. Lekin bitta haqiqat bor. Domla sizni ramzga aylantirgan. Siz sinmasangiz, tizim sinadi. Shuning uchun sizni tirik ko'rsatib turish ham operatsiyaning bir qismi. Demak, yana yem. Bu safar nazorat ostida. Men kuldim. Achchiq kulgi. Hayotimning yangi kasbi shu bo'lib qoldi. Ertasi tong operatsiya boshlandi. Men alohida mashinada, kamera va aloqa bilan ko'rinadigan, lekin himoyalangan nuqtada turdim. Reja bo'yicha men muzokara uchun kelyapman degan signalni yuboraman. Shu bilan ichkaridagi odamlar harakatga tushadi. Soat 7:42. Tuman. Eski maskanning yog'och darvozasi. Ichkarida kamida 10 kishi borligi tasdiq. Men telefonni qo'lga oldim, oldindan berilgan raqamga qo'ng'iroq qildim. Men keldim, dedim. Gaplashamizmi? Narigi tomonda bir necha soniya sukut. Keyin past, sokin ovoz. Nihoyat. Siz juda uzoq yashadingiz, opa. Ovoz notanish, lekin sovuq. Shu domla bo'lsa kerak. Bolamga tegmang, dedim. Sizning bolangiz endi bizga kerak emas. Sizning ovozingiz kerak. Men tushunmadim. Nima degani bu? Bugun siz kamera oldida chiqib hammasini o'zingiz uyushtirgansiz deb aytasiz. Shunda hamma dalil chang bo'ladi. Men ichimda mana asl zarbar dedim. Ular meni jinoyatning yuziga aylantirmoqchi. Men bunday qilmayman. U kuldi. Qilasiz. Chunki siz hamma narsadan ko'ra ko'proq nimadan qo'rqasiz, bilaman. Bolangizning qayta qulashidan. Aloqa uzildi. Madina qulog'imda. Zo'r. U gapirdi, ovoz aniq yozildi. Hujumga tayyormiz. Shu payt monitorlardan birida kutilmagan harakat. Maskan orqa darvozasi ochilib, oq miniven chiqib ketmoqchi bo'ldi. Chiqish. Chiqish. Dedi kuzatuvchi. Qisqa quv boshlandi. Men ekranga qadalib qoldim. Miniven to'siqqa urildi. Eshiklari ochildi, 3 kishi yugurib chiqdi. 2tasi qo'lga olindi. 3-kishi Ormon tomonga qochdi. Snayper. Maqsad ko'rinishda. Erkak 50. Madina. Tirik oling. Bir necha daqiqadan keyin radio jimib qoldi. So'ng ovoz. Maqsad qo'lga olindi. Men nafas chiqardim. Tugadi deb o'yladim. Yana erta ekan. Madina mashinaga kirib menga planshet uzatdi. Qo'lga olingan odamning surati ochiq. Men ko'rib qotib qoldim. Bu odamni men televizorda necha marta ko'rganman. Mahallada xayriyachi, tadbirkor, yetimlarga yordam beruvchi fond rahbari sifatida tanilgan odam. Hamma hurmat qiladigan, minbarda duo qiladigan odam. Haqiqiy ismi boshqa, lekin ko'pchilik uni bir laqab bilan bilardi. Domla. Men shivirlab yubordim. Nahotki? Shu odam. Madina bosh irgadi. Ha. U sizning uyingiz tushgan sxema ortidagi asosiy odam. Men stulga suyanib qoldim. Demak, hamma ehson, hamma yordam ortida shu botqoq turgan. Kun bo'yi qo'lga olishlar davom etdi. Kechga borib rasmiy bayonot tayyorlandi. Mendan ham guvohlik uchun oldindan video intervyu olishdi. Men bir shart qo'ydim. Meni qahramon qilmang. Men adashgan onaman, xolos. Gap tizim haqida bo'lsin.
Kechasi himoya kvartirasida o'tirib, nihoyat o'g'lim bilan gaplashdim. Ona, men bugun hamma xabarni ko'rdim, dedi u. Men sizga loyiq bo'lishim uchun qancha umr kerak bo'ladi? Bir umr, dedim. Menga ham. U jim qoldi, keyin kuldi. Demak, ikkovimiz ham ishlaymiz. Oradan 2 hafta o'tdi. Sudlar, ko'rsatmalar, ekspertiza. Rustam aka ham ko'rsatma bera boshladi, yengilroq modda olish uchun hamkorlik qilyapti. Madina esa deyarli uxlamaydi. Nihoyat asosiy sud kuni keldi. Zalda hamma bor. Jurnalistlar, jabrlanuvchilar, advokatlar. Men ham guvoh sifatida chiqdim. Domla meni befarq ko'z bilan kuzatardi, go'yo men inson emas, statistik raqam. Mendan so'rashdi. Siz nimani yo'qotdingiz? Men dedim. Uyni yo'qotdim. Ishonchni yo'qotdim. O'g'limni deyarli yo'qotdim. Lekin eng yomoni, men bir payt o'zimni ham yo'qotdim. Sudya. Nima topdingiz? Men bir lahza o'yladim. Haqiqatni topdim. Va haqiqat og'riqli bo'lsa ham, yolg'ondan yengil ekanini. Yakuniy hukm o'qildi. Tarmoq rahbarlari uzoq muddatli jazoga. Mol-mulklar musodara. Firibgarlik asosida o'tkazilgan bitimlar qayta ko'rib chiqilib, jabrlanuvchilarga qaytarish tartibi. Men ko'z yoshimni artdim. Bu happy end emasdi. Bu adolatning kechikkan, lekin kelgan qadami edi. Bir oy o'tib o'g'lim markazdan birinchi ruxsatli chiqishga keldi. Uydagi eshik oldida to'xtab qoldi. Men ichkaridan kuzatdim. U sekin dedi. Kirishdan qo'rqyapman. Men eshikni keng ochdim. Qo'rqib kir. Faqat kir. U ichkariga qadam qo'ydi. O'sha qadam men uchun eng katta g'alaba edi. Biz oshxonada choy ichib o'tirdik. U stolga qarab. Ona, men hali tuzalganim yo'q, dedi. Men ham, dedim. Tuzalish bu kunlik ish. U bosh irgadi. Har kuni aytib turing. Har kuni aytaman. Deraza ortida shamol daraxt yaproqlarini qimirlatardi. Uy ichida esa uzoqdan beri birinchi marta qo'rquvdan kuchliroq narsa bor edi, sokin umid. Lekin men bitta narsani hech qachon unutmayman. Yomonlik ko'pincha begona eshikdan emas, tanish salomdan kiradi. Va qutqarish ham ba'zan qichqiriq bilan emas, bitta oddiy qaror bilan boshlanadi. Bugun men jim turmayman, agar siz hozir meni eshitib turgan bo'lsangiz, bitta gapni olib qoling. Uyat sizni sukutga majburlamasin. Sukut ularning quroli. Haqiqat sizniki. Men onaman. Men yiqildim. Men adashdim. Lekin men turdim. Va bu safar ortga emas, oldinga qarab turibman. Men o'sha lahzada bir narsani tushundim. Men endi hech kimning gapiga karkorona ishonmayman. Na Rustam akaga, na Madinaga. Men faqat dalilga ishonaman. Telefonni Rustam akadan yashirmadim. Ekranni unga ko'rsatdim. U xabarni o'qib, jagi qattiq tortildi. Demak, ulguribdi, dedi past ovozda. Kim ulgurdi? Dedim. Rostini ayting. Hozir. U bir soniya jim turdi. Keyin sekin stulga o'tirdi. Go'yo ko'p yillik ogirlik birdan yelkasiga tushgandek. Men sotqin emasman, dedi. Lekin men toza ham emasman. Bu gapni eshitib ichim uvishib ketdi. Oldin. Ancha oldin, dedi u, men bir ishda xato qilganman. O'sha xatoni yopish uchun yuqoridan odamlar meni qaram qilib qo'ygan. Men ularga ma'lumot bermaganman, lekin ular nomimdan foydalanib kelgan. Madina buni bilib qoldi. Endi u menga ham ishonmaydi. Demak, u ham haq bo'lishi mumkin, dedim. Ha. Siz ham haq bo'lishingiz mumkin. U bosh irgadi. Ha. Men kulib yubordim. Achchiq kulgi. Zo'r. Men yana 2 ot orasida. Sirena ovozi yaqinlashdi. Rustam aka tez qaror qabul qildi.
Eshikni men ochaman. Siz oshxonaga oting. Telefoningizni yozuvga qo'ying. Men aynan shuni qildim. Yozuvni yoqdim, telefonni fartuk cho'ntagiga soldim. Eshik taqilladi. Rustam aka ochdi. Tashqarida Madina va guruh. Qattiq, sovuq sahna. Qurolni yerga, Rustam, dedi Madina. Oldin buyruq varaqasini ko'rsat, dedi Rustam aka. Madina hujjat ko'rsatdi. Rustam aka sinchiklab qaradi. Men oshxonadan turib ham uning qo'li titrayotganini ko'rdim. Bu vaqtinchalik chetlatish, dedi u. Hibs emas. Hozircha, dedi Madina. Siz bilan rasmiy so'roq bo'ladi. Men chiqib keldim. Bas qilinglar, iltimos. Menga haqiqati kerak. Kim, domla? Ikkalasi ham jim qoldi. Shu sukutning ozi javob edi. Ular ham to'liq bilmasdi. Madina menga yaqinlashdi. Siz xavfsiz uyga o'tasiz. Hozir. Rustam aka sekin dedi. Uyingizni kuzatishyapti. Bu rost. Men ikkalasiga ham qaradim. Men ketaman. Lekin bir shartim bor. Ertaga prokuror oldida ikkovingiz ham mening oldimda birga gapirasiz. Mendan yashirin o'yin bo'lmaydi. Madina darrov. Qabul. Rustam aka ham. Qabul. Shu kecha meni boshqa manzilga olib o'tishdi. Men deyarli uxlamadim. Ertalab prokuraturada uchrashuv bo'ldi. Rasmiy xona, yozuv, guvohlar. Va nihoyat faktlar stolga qo'yildi. Domla aslida fond rahbari emas, balki fond ortidagi soya odam ekan. Uning haqiqiy ismi Bahrom Sattorov. Oldin yuridik sohada ishlagan, keyin xayriya va reabilitatsiya nomidagi tarmoqlar orqali pul oqimini yashirgan. Dilshod uning ijrochisi. Akmal Rahimov hujjatlarni tozalovchi. Kamol kabi yigitlar kuzatuvchi va uzatuvchi. Reabilitatsiya markazlariga kirgan odamlar esa bosim uchun garov. Men eshitib o'tirdim va bir narsani o'yladim. Jinoyat har doim qorong'i podvalda boshlanmaydi. Ba'zan u yordam, xayriya, imkoniyat degan chiroyli so'z bilan kiradi. Shu kuni kechqurun katta operatsiya rejalandi. Bahromni qo'lga olish uchun moliyaviy hujjat almashinuvi nuqtasida jonli chiqish kerak edi. Kim chiqadi? Yana men. Madina qarshi chiqdi. Bu safar yo'q. Men qat'iy dedim. U meni tanib qolgan. Men bo'lmasam chiqmaydi. Oxiri rozi bo'lishdi. Xavfsizlik 2 baravar kuchaytirildi. Uchrashuv joyi shahar chetidagi eski biznes markazining yerosti avtoturargohi. Men oddiy papka ko'targan ayol bo'lib kirdim. Ichida qalbaki hujjatlar. Asl maqsad vaqt yutish va identifikatsiya. U yerda avval Dilshod paydo bo'ldi. Ozgan, lekin ko'zida o'sha sovuq chaqnash. Opa, sizni sog'indim, dedi masxara bilan. Men esa tinch hayotni sog'indim, dedim. U kuldi. Tinchlik sizga mos emas ekan. So'ng uzoqdan qora palto kiygan erkak keldi. Atrofdagilar darrov unga yo'l bo'shatdi. Yuzini ko'rib darrov bildim. Bu odam ko'rinmaydigan boshliqqa o'xshardi. Hamma ishonch bilan unga qaraydi, u esa hech kimga qaramaydi. Salom, opa, dedi u muloyim. Men haqimda ko'p eshitgansiz. Siz Bahrommisiz? Dedim. U jilmaydi. Ismlar muhim emas. Natija muhim. U papkani so'radi. Men uzatdim, lekin qo'limdan qo'ymadim. Avval bolamga tegmaysiz degan so'zingiz. U boshini qiyshaytirdi. Siz hali ham savdolashyapsizmi? Onalar bir xil bo'ladi. Men vaqt chozdim. Onalar tugamaguncha savdolashadi. Shu payt qulog'imdagi yashirin aloqa juda past xirilladi. Maqsad tasdiqlandi. 10 soniya Bahrom birdan nimanidir sezdi. Atrofga qaradi. Juda jim bo'lib qoldi, dedi. U qo'lini paltosi ichiga olib kirayotgan edi, men beixtiyor baqirdim. Hozir.
Keyingi lahzada chiroqlar ochdi, yerga yot degan buyruqlar yangradi, bir necha tomonlama bostirib kirish boshlandi. Men beton ustun ortiga o'zimni oldim. Otishma qisqa, lekin qattiq bo'ldi. 1 daqiqadan kam. Chiroqlar qaytganda Dilshod yerda, qoli kishanda. Bahrom ham ushlangan, ammo yelkasidan yaralangan. U menga qarab kulimsiradi. Siz yutdim deb o'ylaysizmi? Tizim qoladi. Men unga yaqinlashib sekin dedim. Balki. Lekin bugun bir ona tizimdan qo'rqmaslikni o'rgandi. Uning kulgisi ochdi. Shundan keyin ishlar tez ketdi. Hibslar, tintuvlar, moliyaviy bloklar, sudlar. Oson bo'lmadi, uzoq cho'zildi, lekin asosiy tugun uzildi. Men har eshituvga bordim. Har safar qo'rquv bilan, lekin boshimni ko'targan holda. Uy bo'yicha yakuniy sud qarori 4 oy o'tib chiqdi. Bitimlar to'liq bekor, mulk menga qaytarildi. Men qaror nusxasini qo'limda ushlab ko'chada yiglab yubordim. Bu faqat gisht va tom emas edi. Bu mening ismim, sha'nim, tiklangan nafasim edi. Oglim esa uzoq davolandi. Qaytishlar bo'ldi, og'ir kunlar bo'ldi, jahlim chiqqan kunlar bo'ldi. Lekin bu safar u yolg'on gapirmadi. Bugun qiynalyapman, bugun xohish keldi, bugun qo'rqyapman deb rost aytdi. Biz har bir rost gapni kichik g'alaba deb bildik. 1 yil o'tib, u uy eshigidan ichkariga kirgan kun, qoli bosh emas edi, ishchi kombinezoni, peshonasida ter. Ona, ish topdim, dedi. Omborda oddiy ish. Lekin halol. Men choy quyib berdim. Halol bo'lsa, oddiysi yo'q, bolam. U devordagi bolalik rasmini ko'rib kuldi. Men shunaqa bola edimmi rostdan? Hali ham shusan, dedim. Faqat yo'ling uzun bo'ldi. Gulbahor opa bilan ham oramiz asta tuzaldi. Yaralar butunlay yo'qolmadi, lekin biz bir-birimizga suyanishni qayta o'rgandik. Kamolning qabri yoniga birga boramiz. Har gal men ichimda bir gap aytaman. Sen oxirida to'g'ri yo'lni tanlading, bolam. Madina keyin boshqa bo'limga o'tdi. Ba'zan qo'ng'iroq qilib turadi. Opajon, tinchmisiz? Men kulaman. Endi tinchlik so'zining narxini bilaman. Rustam aka esa xizmatdan ketdi. Oxirgi marta ko'rganimda dedi. Siz meni qutqardingiz ham, fosh qildingiz ham. Men javob berdim. Men faqat haqiqatni tanladim. Hozir men bu voqealarni sizga aytayotganimda oshxonamda choy qaynayapti. Deraza oldidagi gul yana gullagan. Ko'chada bolalar top tepadi. Hayot go'yo oddiy. Lekin men endi oddiy emasman. Men bilaman. Ishonch kor bo'lmasligi kerak, mehr chegarasiz bo'lishi mumkin, lekin aqlsiz bo'lmasligi kerak. Onalar yig'lashi mumkin, yiqilishi mumkin, lekin tugashi shart emas. Eng muhimi, men bir narsani aniq tushundim. Men o'g'limni qutqarganim yo'q. Biz bir-birimizni qutqardik. Agar siz hozir meni eshitib o'tirgan bo'lsangiz va mening uyimda bunday bo'lmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, iltimos, bitta narsani unutmang. Bu ofat bir kunda kelmaydi. U mayda yolg'onlardan, mayda qarzlardan, bir martaliklardan boshlanadi. Birinchi alomatda to'xtating. Birinchi shubhada tekshiring. Birinchi og'riqda sukut saqlamang. Chunki men sukut qilgan har kunim uchun juda qimmat to'ladim. Lekin baribir. Oxirida men ko'chada qolgan ayol emasman. Men qaytib kirgan uyimning egasiman. Men yo'qolib ketgan onalik emasman. Men tirik qolgan haqiqatman.